Yani müşterek simsim yağmur yezip, simsim yağmur yezip kayfiyatımı tasir gösterdi vatandaş. Mavzu mundaq endike mavzu. Xi Jinping eski haber. Suudi urushi balkim texmi şiddetlik bo'lishi mumkin. Mavzuli xabar 11 ayning 7 kuni Dunyo gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. CNN xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Demokratlar partiyasi o'tir mezgillik saylamda Avam palatasining tizginlash huquqini qo'lga keltirdi. Lekin Aqsaroyda Saudi qatorliq jihatlar Jungo qortilgan besem azaymaydi, pasaymaydi. Şoňa Jungo taraf bu qatim Amerikada o'tkazilgan o'tir mezgillik saylamning natijasidan to'lama umidvor bo'lib ketmasligi kerak. Beijing Saudi urushi hal qilishni bek arzu qildi. Saudi urushini hal qilishni bek arzu qildi. Jungoda ba'zi kishilar Demokratlar partiyasi Avam palatasini tizginlagandan keyin Jungoga muloyim siyosat qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi. Amerika Jungoga muloyim siyosat qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi. Lekin CNN mundaq ko'rsatdi. Amerikaning navbatdagi Jungo siyosati Amerikada ikki cho'ng partiyaning o'rtaq tonishga kelgan sohalarining birisidir. Demak, hozir ko'z qarash ikki partiya uchun birdek. Demokratlar partiyasi umumiyuzlik bundaq hisoblaydi. Amerika harbiy ishlar, savdo, hushyor axborot, diplomatiya qatorliq ko'p sohalarda ko'p jihatdan bosh ko'targan Jungoga qattiq harakat qo'llanish kerak deb hisoblaydi. İqtisodshunoslar gazeti bilim xazinasi analizchisi Ma Ji-ang mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafdan Demokratlar partiyasidan umid kutganligi bir xil xato sezgi bo'lib, Amerikada Demokratlar partiyasi boshdan oxir ishchilar soyuzini qo'llaydi. Cheklamaga uchramaydigan erkin savdoni ancha qo'llab ketmaydi. Ular, ya'ni Demokratlar Jungo bilan savdo munosabatlarini kuchaytirishni ancha xohlab ketmaydi. Avam palatasi shunday qilgandimi, ortiq ko'p kuch chiqara olmaydi. Chunki Jungoga asli boj qo'yish huquqi ma'muriylarning, ya'ni prezidentning huquqiy doirasidagi bir ish. Prezident Trump kelgusida Jungo masalasi bo'yicha davlat majlisining qo'llashiga erishmoqchi bo'lsa, Demokratlar partiyasi degidek o'ttirig'i chiqib, to'sqinlik paydo qilmaydi. Bu ishlar albatta Jungoning raisi Xi Jinping uchun yaxshi bo'lmagan xabar bo'lib hisoblanadi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo jiddiy vaziyatni pasaytirish umidlarini Demokratlar partiyasining zimmasiga qo'ydi. Bu ish albatta odamni cho'chitdi. Chunki sobiq prezident Nixonning 1972-yili tarixiy xarakterli Beijing safaridan boshlab bugungacha Demokratlar partiyasiga solishtirganda savdo qilishga omroq bo'lib kelgan jumuriyatchilar ko'pinchisi Washingtonda Jungoning yaqin sabdishi bo'lib kelgan. Solishtirganda Demokratlar partiyasi kishilik huquqqa nisbatan ortiq ko'ngil bo'ldi. Nayt yaqin savdo munosabatlari tufayli kishilik huquq masalasida Jungoning qutulib kelishini xohlab ketmaydi. Uning ustiga Amerikada savdo sohasida Jungoning echivitilgan iqtisodni rad qilishidan paydo bo'lgan kayfiyatning eg'irlishi Cumhuriyetçiler partiyasining Jungoga tutgan maydonining qattiqlashishi tufayli savdo maklarining dallollik maydonimi so'roqchilik o'zgardi. Asiya jamiyatida pozitiv tadqiqotchisi Shey mundaq deydi. Mening qarashimcha, Jungo tushunmayotdi. Jungoga qattiq siyosat qo'llanishining bugun Amerikada qanchalik qarshi elinadiganligini Jungo tushunmayotdi. Kishini cho'chitadigan bir taraf shuki, Amerikada ikki partiya o'xshashla Jungoga qattiq siyosat qo'llanishi bo'libmi savdo va kishilik huquq jihatlarda shunda qattiq siyosat qo'llanishni qo'llaydi. Prezident Trump bu yil Amerika Jungo savdosiga o't tush turdi.
Amerika növbəti Cüngodan import qılınğan 2 milyard 500 milyon dollarlıq tuar mallağı həsləb baş qoydu. Keçirin vətəndaş, yağmur yağıb getdi. Ben yani başka bir çare izlep bakayım.